Aqida o'lib qolsam, boshqasiga uylanasizmi? Yaxshi niyat qil, nima deyapsan? Ota-onangiz majburlab uylantiradi sizni baribir ham. Siz qanday yashayman bu talog'im? Aldobsiz. Qiz bolaga uylanasizmi? Yo o'tirib qolgangami? O'lib oluvchi keyin aniq qilamiz. Nima? O'lmaysan sen, yaxshi niyat qilgin. Men qayerga suv olib kelay? O'lmaya. Dadasi, men o'lganimdan keyin o'g'limni opamga bering. Nimaga? Sunnat qiladi. Voy, sunnat bo'lgan-ku. Uylantiradi, yaxshi xotin olib beradi. O'gay ona buni qiynaydi, och qoldiradi, ishtonini yuvmaydi. Men o'lgancha o'sha o'gay o'lsa bo'lmasmi, bola? Normalniy xotin toparman unda. Normalisi? Hali siz izlayapsizmi? Men hali o'lmay turib siz o'zingizga xotinni mosidan Bunga qarash kerak-ku. Men o'lgandan keyin mana shu tillalarimni opamga olib borib bering. Nimaga? O'gayda qolsin. Opam rohatini ko'rsin. Razmer tushmaydi baribir uni. Opamgami? O'gayga. Siz hali uni razmerini bilasizmi? Hammaniki har xil ko'z tushmaydi-da, Men tinchgina o'lamanmi yo yo'qmi? Mayli. Davleniyang tushadi. Mayzmas ekan-ku bu. Doktor ahvoli qanday? Hech narsa qilgan, oddiy gripp bo'lgan-ku bular. Ha, o'lsan. Grippaga o'xshab o'qima qilasan. Men seni bir astraxandrozmi deb o'ylayman. Men o'lmaymanmi? Sen o'lmaysan. Sen birinchi meni o'ldirasan, keyin o'lasan. Dadasi, onamga telefon qiling. Uyda dokumentini olib notarsga ketyapti. Nomiga rasmiylashtirishga. Yuguring. Ha, onang